Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video darsimizda Python dasturlashtirilishiga kirish video darsimiz. Python dasturlashtirish 2019-2018-yilda top reytinglarda tushib kelmaydigan dasturlashtirish bu Python dasturlashtirish. Python dasturlashtirishni ko'plab katta gigant kompaniyalar ishlatadi. Misol uchun Google, Facebook, Instagram, yana Netflix, yana boshqa bir kompaniyalar ham ishlatadi. Python dasturlashtirishni reytingi hozirda bu GitHubdagi reyting birinchi o'rinda turibdi, ikkinchi o'rinda JavaScript, uchinchi o'rinda Go, yana boshqa bir o'rinlar. Xo'p. Python dasturlashtirishga qancha oylik beriladi degan savol bu. Python dasturlashtirishga mana bu yerda davlatlarning qaysi biri, ularga qancha oylik berilishi, bu oyiga mana Python dasturlashtirish uchun beriladi. Bu albatta Yevropada, bu O'zbekistonda ham Python dasturlashtirishga $1000 ziyodroq beradi. Bu middle darajasiga ega bo'lgan programmistlar uchun. Xo'p. Python dasturlashtirish. Nega Python dasturlashtirishni ishlatmayman? Python dasturlashtirish juda sodda til. Uni ishlatish oson. Ana bu yerda Python dasturlashtirishni 9 ta imkoniyatlari bor. Bu birinchisi yuqori darajali dasturlashtirish. Bu ikkinchisi bu oson, kod yozish oson, qulay, ochiq manbali, ko'p kutubxonalari ochiq, GUI dasturlashtirish, katta standart kutubxonalari bor, katta, ya'ni machine learning, sun'iy intellekt, yana bir xil katta kutubxonalari bor. Bular ochiq, bularni ishlatish mumkin bepul va sodda til. Tushunish oson, o'qish oson va qulay til va obyektga yo'naltirilgan til. 7-imkoniyat. Siz Python dasturlashtirishni bir oyda o'rganib olib va uni o'qib olishingiz mumkin va tushunarli va katta kodlarni ham tushunish oson va erkin platforma. Har xil platformalar bor. Androidga, ya'ni kompyuterga, web platformalar uchun dastur tuzish, qurilmalarga dastur tuzish, har xil imkoniyatlari bor. Bu Python dasturlashtirishning imkoniyatlaridan. Xo'p, Python dasturlashtirish boshqa dasturlashtirishlardan farqi. Misol uchun Java, C# dasturlashtirishni oladigan bo'lsak, Javada hello world so'zini chiqarish uchun ekranga mana shu kodni yozishimiz kerak. C# esa bu anchagina uzun. Xo'p, Python dasturlashtirishda bu qancha? Necha satr? deb savol. Necha satr bo'lishi mumkin? Albatta, Python dasturlashtirish juda ham sodda va qisqagina kod. Pythonda shunchaki print hello world. Bir qatorgina kod. Hech qanday kutubxona chaqirish shart emas. Bu boshqa bir kutubxonalarni chaqirishi mumkin emas. Python dasturlashtirishni boshqa tillarga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, misol uchun Javaga solishtiradigan bo'lsak, Java bilan Python dasturlashtirish yozilish kodi bilan qisqa, ya'ni Pythonda 3-5 qator kamroq kod yozasiz Javaga nisbatan, lekin bu ishlash vaqti sal Javaga nisbatan sekinroq, lekin ikkita Java dasturchisi qiladigan ishni Python dasturchisi bittasi qilib biladi. Shu tomonlama bu tezkor til deb ataladi. Ya'ni haqiqiy hayotda Python dasturlashtirish tezkor. Xo'p, Python dasturlashtirish asosan nimalarga ishlatiladi? Hozirda Python dasturlashtirish machine learning, sun'iy intellekt, yana bir har xil kutubxonalari bor, ular ommabop. Hozirda eng ommaboplar bu machine learning, sun'iy intellekt, keyin yana web platformalaridan Django, Flask frameworklari, yana bu boshqa frameworklar bor. Ularni ham darslarimiz davomida kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Xo'p, bugungi darsimiz shu edi. Keyingi darsimizda Python dasturlashtirishni o'rnatish, yana unda kod yozish, shular haqida bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.